Bolangizga markaz tanlayotganingizda birinchi o'rinda bolangizga kerakli protseduralar shu markazda bormi, yo'qmi? Shu narsani hisobga olishingiz kerak. Va ishlayotgan xodimlarning malakasi, kerakli o'qish diplomlari bormi, yo'qmi? O'z ustida bu markaz ishlaydimi, yo'qmi? Bu narsalarga e'tibor qaratishingiz kerak. Va farzandingizni olib kelayotgan markazingizda ota-onalar minnatdormi, yo'qmi? Lekin shu o'rinda bitta narsani esingizdan chiqarmang. Bitta bolaga to'g'ri kelgan protsedura ikkinchi bolaga to'g'ri kelmasligi ham mumkin. O'shaning uchun har bitta bolaga har xil narsa, har xil terapiya tanlanadi. Ya'ni individual yondashuv degan narsa. Ya'ni markazda bolangizga nisbatan individual yondashuv bormi, yo'qmi shuni tanlang. Va tanlayotgan markazingiz har tomonlama sizga ham xotirjamlikka baxsh etsin. Siz o'sha insonga, o'sha markazga ishonishingiz kerak. Ishonib, Allohga tavakkal qilib borsangiz, albatta bolangiz o'zgaradi. Alohida bolasi bor ota-onalar shuni bilish kerakki, qaysiki markazni tanlashingizdan qat'iy nazar, avvalo Allohga tavakkal qiling, sabr qiling, harakat qiling. Uyda o'zingiz ham harakat qiling. Shunda bolangizda boshqalarga nisbatan tezroq natija chiqadi.